eng katta bo'limlarimizdan biri bu fonetika hisoblanadi. Fonetikani biz nima dedik? Harflar tizimini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi, tovushni o'rganadigan tilshunoslik bo'limi. Hozirga tovush tizimini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi bu fonetika deb ataladi. Fonet demak, tovushimiz nechaga bo'linadi? Undosh tovushlar va unli tovushlar. Undoshlar, unda unlilar. Xo'p, undosh tovushlarimiz nima uchun undosh deyiladi? Unli tovushlarimiz nima uchun unli deyiladi? Xo'p, birinchisi, unlilar aytayotganimizda to'siqqa uchramaydigan tovushlar unlilar deyiladi. Masalan, a desangiz, to'siqqa uchramaydi, to'g'rimi? To'siqqa uchramaydi. Xo'p, undoshlar esa to'siqqa uchraydi. K deng. K bo'g'ilasiz aytayotganda. A desangiz aytiladi. Faqat ovozdan iborat. Yozing. Ikkinchisi. Unlilarimiz faqatgina ovozdan iborat. Undoshlarimiz shovqindan iborat. Unlilarni erkin ayta olasiz, undoshlarni ayta olmaysiz. Masalan, me desangiz, ikkita labingizning orasida to'siqqa uchraydi aytilayotganda. Xo'p, keyingisi. Unlilar urg'u oladi. Urg'u nimada? Bitta. Faqatgina unlilarga tushadi. Unlilar urg'u olish xususiyatiga ega. Masalan, olma desak, fel. Faqatgina aytilganda havo zarbi bitta unliga tushishi kerak. O'sha havo zarbi kuchli aytilishi kerak. Faqatgina unlilar fel bo'lganda oxirgi bo'g'inga tushadi. Tushundingmi? Faqatgina unlilar urg'u olish xususiyatiga ega ekan. Undoshlar esa urg'u olmaydi. Keyingisi. Bo'g'in hosil qiladi. Unlilar bo'g'in hosil qiladi ekan. Undoshlar esa bo'g'in hosil qilmaydi. Tushundingmi? Bo'g'in hosil qiladi deganimiz nima deganimiz? Masalan, kitob desak, nechta bo'g'indan iborat? Yozamiz, qarang. Kitob. To'g'rimi? Ikkita bo'g'indan iborat. Ki va top bo'g'inidan iborat. Nechta unlimiz bor? Ikkita. Tushundingmi? Demak, so'zda ikkita unli bor, ikkita bo'g'in hosil qilyapti. Osonlashdimi? So'zda nechta unli bo'lsa, shuncha bo'g'in hosil qiladi. Tushundingizmi? Yozib oling, unlilar va undoshlarning farqini bir-biridan. Biz abituriyentligimizda unlilar tasnifini til oldi, til orqa, keng, tor deb o'rganardik. Bunaqa sxemalari bo'lardi. Shu sxemalarga qo'yib o'rganardik. Hozir u darslikdan chiqarib tashladi. Sizlarga undan savol kelmaydi. Shuning uchun unlilar tasnifi hozir yo'q. Unli, 6 ta unli bor, to'siqqa uchraydi, uchramayishimiz bilan farq qiladi. Faqatgina sizlar o'rganadigan narsa undoshlar tasnifi. Undoshlar tasnifi. Buni ham juda qisqartirgan undoshlar tasnifini biz rosa o'rganardik. 26 ta sxema bor edi, o'shani hammasini yodlardik. Hozir sizlar juda ham kamaytirilgan bu narsa. Shuni tushuntiraman. O'shani yodlang bo'ldi, shundan savol keladi. Ortiqcha narsa kelmaydi. Chunki kitoblarimizda programmada faqat shu narsalar qoldi, shu narsalardan savol keladi. Ortiqcha savol kelmaydi sizga. Xo'p, undoshlar tasnifi. Undoshlar aytdik-a? Nima ekan, bitta takrorlang.
Undoshlar deb nimaga aytilar ekan? Undoshlar deb nimaga aytilar ekan? Hozir aytdim-ku. Bo'g'in hozirlari. Undoshlarni. Undoshlari 23 ta, 20 tovushlari, 24 ta. Xo'p, undosh tovush deb nimaga aytilar ekan? Aytilayotganda to'siqqa uchrasa, bu undosh tovush hisoblanar ekan. Xo'p. Yana qanaqa sifatlari bor edi sana? To'siqqa uchraydi aytilayotganda. Keyingisi bo'g'in hosil qilmaydi. Urg'u olmaydi. Yana to'rtinchisi. Yozdim. Qarang, yozmadingmi? O'qing daftaringizni. Ovozdan iborat emas, faqatgina shovqindan iborat ekan. Xo'p, undoshlar tasnifi bilib oldingizmi buni? Undosh deb nimaga aytilishini. Xo'p, endi bo'lamiz undoshlarni hosil bo'lish o'rniga ko'ra. Biz o'tardik hosil bo'lish o'rniga ko'ra, hosil bo'lish usuliga ko'ra rosa o'tardik. Sizga faqatgina hozir hosil bo'lish o'rniga ko'ra ikkiga bo'linadi. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra va ikkinchisi ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Birinchisi hosil bo'lish o'rniga ko'ra. Hosil bo'lish o'rniga ko'ra degan nima degani? Masalan, talaffuzda undosh qayerdan hosil bo'lyapti? Chuqur aytyapmizmi yoki yengilgina aytib qo'yapmizmi? Tilni oldidan aytyapmizmi? Tilni orqasidan aytyapmizmi? Shu. Tushundingizmi? Xo'p, birinchisi bo'g'iz undoshi. Bo'g'iz undoshi o'zi bittagina. Eslab qoling. He. Talaffuz qiling. Sizga bitta shpargalka beraman. Zo'r shpargalka. Faqatgina o'zingiz, og'zingiz, qulog'ingiz, ko'zingiz. Talaffuz qiling. Og'iz eng zo'r shpargalka. Undoshlarni aytishda. He deng. Qayerdan hosil bo'lyapti? Bo'g'izdan. Demak, bo'g'iz undoshimiz qaysi ekan? He. Keyingisi. Lab. Lab undoshlarini o'zini ikkiga bo'lamiz. Lab undoshi, lab tish. Lab tish. Tish undoshlariga bo'lar ekanmiz. Lab. B. P. Talaffuz qiling. Nima uchun lab? B. P. M. K deng. Labdan hosil bo'lyaptimi? B. M. P. Endi lab tish undoshi. V. F. Talaffuz qiling. V. Tishingiz bilan labingiz bir-biriga tegyaptimi? F deng. Labingiz bilan tishingiz bir-biriga tegyaptimi? Nima uchun shunaqa deganmiz? Lab tish undoshi bo'lganligi uchun. Keyingisi, uchinchisi til. Tilni o'zini guruhlarga bo'lamiz. Til oldi. Til o'rta. Til orqa. Til orqani o'zini ikkiga bo'lamiz. Sayoz hamda chuqur. Demak, til orqani o'zini ikkiga bo'lamiz. Sayoz til orqa va chuqur til orqaga bo'lamiz. Eng osonlaridan boshlaymiz. Qarang. Til o'rtaga bitta o'zi. Ye. Talaffuz qiling. Ye. Til o'rtasidan hosil bo'lyapti. Orqadan ham aytmayapmiz, oldindan ham ye deb qo'ymayapmiz. Ye deyapmiz, tilni o'rtasidan hosil bo'lyapti. Xo'p, til orqani endi. Ge deng. Sayozida.
G. O'rtadan orqaroqdan yoziladi, to'g'rimi? G. K. Ning. Endi chuqurroq. Q. Qayerdan sil bo'lyapti? Tilni eng oxiridan. X. G. Buni tilingiz sizga og'zingiz qanaqa zo'r ishg'olga oldi. Erta imtihonga borganingizda ham Q deb, G deb talaffuz qilsangiz o'zi Q. G. X. Yozdingizmi? Bittagina til oldi qoldi. Mana bularda bo'lmagan boshqa hammasi til oldi. Mana T, D, S, Z, L, R. Yana qaysilar qoldi? Sanangchi nechta bo'ldi? J, J, Ch, Sh. Sanang nechta bo'ldi? 23 ta chiqyaptimi? 24 ta DJ bilan hammasini sanaganimizda latish, hammasini birgalikda sanaganimizda qolib ketmadimi xat? D, T, Z, S, L, R, J, D, Sh. Mana bular bordi bizda. Titroq tovush bordi, R, sonirlar bordi. Biz shular shunaqa yodlaganmiz. Sizlarga o'zi u chiqib ketgan, faqatgina yangi kitobda bittagina 4-chi bo'lib qo'shildi. Burun undoshlari. Burun undoshlari. Limon, yodlab qo'ysangiz bo'ladi. Limon rang deb faqat undoshlarini olasiz, unlarni tushirasiz. Limon rang. Limon rangni reqimiz. Mana me, ne, ning. Me deng. Me. Burningizni yoping. Me deng. Burundan olsa bo'ladi. Burunga kelib taqalyapti. Me desangiz burningizga taqaladi. Bu yangi adabiyotda, yangi kitoblarda shu burun undoshlari shular bo'lib qo'shildi. Yozib oling, keyin bu tomonga ketamiz.